Xo'sh, hurmatli do'stlar, milliy sertifikatga tushgan yana bitta savol. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Aylana radiusi 3 ga teng bo'lgan. Aylanani markaziga urinadigan qilib parabola yuqoriga qarab chizilgan. Aylanani kesib o'tgan joylari bor. Aslida bu chizmada sal qiyinroq bo'lgan. Mana bu ikkitasi bir to'g'ri chiziqda yotadi. Simmetriya o'qi y bo'ladi. Shunaqa bo'lsa, mana bu joydan mana bu qism 2 bo'ladigan bo'lsa, bo'yalgan soha yuzini va SDni topishni so'ramoqda. Demak, birinchi navbatda SDni topamiz. SD. Qanday topamiz SDni? SDni topishimiz uchun biz bu joydan bu joyiga bitta chiziq tortamiz 3. Demak, mana bu qism x deylik. Ya'ni bu x mana bu joydan mana bu joygacha. X ni topamiz. X teng ildiz osti 3 ning kvadrati minus 2 ning kvadrati. Bu 9 minus 4. Ya'ni ildiz ostida 5 ga teng. Demak, SD deganimiz bizda 2x ga teng bo'ladi. 2 ildiz osti 5 ekanligi kelib chiqdi. Xo'p, endi bizda parabolani hech qanaqa tenglamasi boshqasi berilmagan. Shuning uchun biz yozib olamiz. Parabolani y teng qandaydir ax kvadrat plus bx plus c. Parabola chunki kvadrat funksiya. Nimaga bunaqa yozishimning sababi? Xo'p, endi nima ish qilamiz? Birinchi navbatda ana bu parabola bunaqangi joylashganligi uchun bu nimanidir cos kvadrati yoki anaqasi 0 ga teng bo'lgan narsa bo'lishi mumkin. Ya'ni x ga 0 bersak, mana bu 0 nuqtadan kesyapti. Demak, bundan ko'rinib chiqadiki, y ham 0 bo'ladi. Bu degani s teng 0 bo'ladi degani. S 0 bo'ldi degani, yana bizda x 0imiz ham 0 ga teng, chunki eng mana bu simmetriya o'qi x 0 0 ga teng. Shu sababli x 0 deganimiz minus b taqsim 2a, bu ham 0 ga teng. Bu yerdan ko'rinib turibdiki, b ham 0 ga tengligi. Demak, shunda funksiyamiz ax kvadrat ko'rinishiga yetib keldi. Demak, x ga ildiz osti 5 bersak, y'imiz bizda bo'ldi nima? 2 ga teng bo'ldi. Ana shuni topamiz. 2 ko'paytiruv ildiz osti 5 ning to'g'riroq 2 dedim, xatolashib ketdim. A ko'paytiruv ildiz osti 5 ning kvadrati teng 2 ga. A bu yoqda 2 taqsim 5 ga tengligi ko'rindi. Demak, bu yerdan 2 taqsim 5 x kvadrat deb nomlangan funksiya ekan. Bizdagi berilgan rasmga ko'ra integral 0 dan 2 gacha, yo'q, ildiz osti 5 gacha 2 taqsim 5 x kvadratni integrallashimiz kerak bo'ladi. Demak, 2 taqsim 5 oldiga chiqib ketadi. Yozamiz integral 0 dan ildiz osti 5 gacha. Tak. Xo'p, bizda keladi x kub taqsim 3 dx. Yo'q, uje bu yozib qo'yamiz x kvadrat. X kvadrat dx teng 2 taqsim 5. Bizda keladi bu narsa x kub taqsim 3 0 dan ildiz osti 5 gacha. 0 qo'ysak 0 bo'lib ketadi. Shuning uchun 2 taqsim 5 ko'paytirilgan 5 ildiz osti 5 deydigan bo'lsak, bizda nima kelib chiqadi? Mana bu 5lar qisqarib ketdi. Vot ana endi 2 ildiz osti 5 ekanini ko'rishimiz mumkin.